Bir yilda O'zbekistonda 50 ming nafarga yaqin erkak yurak xurujidan vafot etarkan. Erkaklar nomidan ayollarga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli ayollar, erlaringizni asrang, avaylang. To'g'ri, erkakni salobatidan, savlatidan sher hurkishi mumkin, lekin uning ham nozik qalbi bor, uning ham nozik yuragi bor. U yig'lolmaydi. U o'sha dardini, o'sha g'amini hech kimga ayta olmaydi, dardini doston qila olmaydi. To'g'ri, biz erkaklar Yevropa erkaklaridan farqli o'laroq hadeganda sizga mehrimizni, muhabbatimizni tilimizda oshkor qila olmaymiz, lekin harakatlarimizda o'sha muhabbatni, o'sha mehrni, o'sha sevgini biz ko'rsatishga urinamiz. Buni nazarimda ko'plab ayollar sezadi, afsuski ko'plab ayollar sezmaydi. Bugun ko'plab o'sha chala psixologlarning gapiga kirib, ayollar erkinligi, ayollar huquqlari, ayollarni unisi, ayollarni bunisi deb jar solayotganlar bor va buni natijasida ayniyotgan ayollar bor. Va o'sha bitta ikkita bolamni o'zim boqib olaman deb ajrashib ketayotganlar qancha. Va ular o'zini dardini juda yaxshi biladi. Nechalik qiynalayotganligini juda yaxshi biladi. Men javob berib aytaman. Eringiz uyga kelganda yuziga kulib assalomu alaykum, charchamadingizmi deya bir shirin taomlar bilan, mehr bilan kutib olsangiz, u erkak ikki dunyo bir bo'lsa ham boshqa ayolga qayrilib qaramaydi. Boshqa ayolni demaydi, faqat va faqat sizni deydi. Biz erkaklar ayoldan kuch olamiz. Eng avvalo jufti halolimizdan kuch olamiz. To'g'ri, erkakni bugungi kunda kredit degan bir balo, yetishmovchilik, kambag'allik, tirikchilik degan bir balo qiynayapti. Doim shunday bo'lgan. Doim shunday bo'lgan va bu balolardan qutulib ketishni yakkayu yagona yo'li bu ayol kishini e'tibori, mehri, g'amxo'rligi va motivatsiyasi bo'ladi. Hurmatli ayollar, biz sizlarni sevamiz, ardoqlaymiz, qalbimizda asraymiz, lekin buni hadeganda tilimizda ayta olmaymiz. Nima demoqchiman? Erkaklarimizni avaylaylik, erkaklarni avaylaylik, erlaringizni avaylang va ular ishoning, sizga dunyolarni olib berishga albatta qodir. Bu ijtimoiy tarmoqlardagi ko'plab holatlarni ko'rib, ko'plab ayollar bir noshukurlik, o'zini hayotidan qoniqmaslik bir hislarini qalbida tuyayotgan bo'lishi mumkin. Rizq Allohdan. Har kimni rizqi har xil. Birovni birov bilan solishtirish kerak emas hech qachon. Erkakka, erga dalda bersangiz, albatta u er sizni o'sha ijtimoiy tarmoqdagi hayotdandek bir go'zal hayotga olib ketadi. Olib chiqa oladi. Hadeganda noliyverib, hadeganda erkak kishini asabini buzavergan ayol, ishoning, eridan ham, oilasidan ham, o'sha orzu qilayotgan ijtimoiy tarmoqdagi hayotidan ham ayriladi. Shunday ekan, hurmatli ayollar, men erkaklar nomidan buni gapirishga majbur bo'lyapman, chunki ko'ryapmiz ko'cha-ko'yda, mana ijtimoiy tarmoqdagi bir postimda ham aytganman, stress ko'p. Erkaklarda, hatto o'sha avtomashinani haydab ketishlarida, bir-biriga qo'pol munosabatlarda ham ko'rishimiz mumkin. Bu albatta stressdan, bu g'amdan, bu miyani o'chmasligidan, tirikchilik g'amida yurganidan, o'sha ayolini e'tiborsizligidan, ayolini mehr bermasligidan, ayolidan bir kerak bo'lsa bir shirin so'z eshitmasligidan bo'ladi bunday holatlar. Siz eringizga kuch bering, quvvat bering, ishonch bering. U erkak, ishoning, dunyolarni, yana qaytarib aytaman, dunyolarni sizni qo'lingizga albatta tutqazadi. Boy bo'ladi.